Ommon sultonining Al-Alam qasri hududida juda ajoyib milliy kiyimlar kiygan ommonlik yigitlar bilan rasmga tushib, yaxshi kayfiyatda Sulton Qobbus porti tomon yo'l oldim. Yo'lda hatto futbol ko'rishga ham ulgurdim. Ommon davlati haqida yana bir qiziq ma'lumot. Ommon davlatida umuman osmono'par binolar yo'q. Sultonlikning asosiy maqsadlaridan biri mamlakatda milliylik va qadimiylikni saqlab qolish. Ommon sultonligida uylar, savdo markazlari, hattoki sultonlik idoralari ham milliylik va qadimgi islom arxitekturasi uslubida qurilgan. Yo'lda ozroq nafas olganda to'xtadik. Plyaj bo'yida. Va nihoyat kech bo'lganda Sulton Qobbus porti sohillariga yaqinlashdik. Sohildan harbiy kemalar, kruzlarni tomosha qilib, biroz nafas rostlab, yaqin atrofdagi masjidga shom namozini o'qigani boramiz. Keyingi videoda shom namozini o'qib bo'lib, Maskatning 200 yillik tarixga ega eng qadimiy Qorong'ulik bozori nomi bilan tanilgan bozoriga sayohat qilamiz.